Allo, aya, biza Jo'ram bilan kredit olmoqchimiz. Yo'q, kredit olma. Bizlar olib oldik-da kredit. Zo'r qilibsan. Endi o'zing to'laysan. Xo'p. Ha, aya. Shu oy kreditingni to'ladingmi? Ha, to'ladim. Jo'rang ham to'labdimi? Bilmasam, to'lagandir. Eshikni oching, bankdan keldik. Kreditingizni to'lamagansiz. Uyda hech kim yo'q. Mana gapiryapsiz-ku. Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Qanday to'layman? Allo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Xuddi shunday. Sizga qanday yordam bera olaman? Xolodilnik olmoqchi edim. Necha pul? Alo, assalomu alaykum. Texnika do'konimi? Ha, nima xizmat? Xolodilnikni sotmoqchi edim. Necha pulga olib qolasizlar? Aka, keling, shuni olib keting. Bir marta kelganman. Kreditim to'lashim kerak edi, aka, oling. Nima qilyapsan? G'ish qo'yapman. Kiyim oldingmi? Kastim shim oldim. Lekin men unaqa futbolka topa olmadim. Qanaqa qilib to'layapti bu kreditini? Tavba qilib. Nima qilyapsan? Oq ko'ylakka kelganingni bankdami deb o'ylabman. Jo'ra, qara, sendan bitta narsani anchadan beri so'rayman deyotgandim-da. Ikkalamiz bir xil paytda kredit oldik. Sen o'z vaqtida to'laysan. Mana qara, gadoyim chiqib ketdi. Uyda hamma narsani sotib oldim. Shuni qanaqa qilib to'layapsan? Shuni yo'lini menga ham o'rgat. Buni yo'li juda oson. Qara, kredit olasan, kredit olganingdan keyin yaxshilab ishlatasan. Keyin to'lash vaqti kelgandan keyin uni ustiga to'lash uchun yana bitta kredit olasan. Uni ham mazza ishlatganingdan keyin uni yopish uchun ustiga yana bitta kredit olasan. Shunday qilib bir-biriga zanjir qilib, bir-birini qoplab yuraverasan. Xo'p, buni oxiri bormi? Yo'q. Buni oxiri yo'q. O'lguningcha to'laysan.